Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan O'zbekiston terma jamoamiz haqida gaplashamiz. O'zbekiston terma jamoamiz norasmiy o'yinda Misrga qarshi o'yin olib bordi va 2-0 hisobdagi g'alabaga erishdi. O'zbekiston terma jamoamiz Oston O'runov o'z hisobiga dubl yozdirib qo'ydi va Oston O'runovning Ronaldinho sifat goli va Ronaldo sifat ikkinchi goli Varatani aldab o'tib gol urgani ajoyib chiqdi. Katta ustunlik O'zbekiston termamizda bo'ldi va ajoyib o'yin ko'rsatdi termamiz. Terma jamoamiz safida Fayzullayev yo'qligi vobshe bilingani yo'q. Kecha Oston O'runov Ronaldinho rejimini yoqib o'ynadi va ajoyib o'yin ko'rsatdi. O'rtoqlik o'yini uchun kubok tashkil etildi va O'zbekiston milliy jamoamiz Misrga qarshi g'alaba qozondi va finalga yo'l oldi azizlar. Finalda o'sha biz bilgan eski raqib Eron. O'zbekiston terma jamoamiz Misrga qarshi qanday o'ynash kerakligini ko'rsatib qo'ydi va O'zbekiston kim ekanligini isbotlab qo'ydi. Bitta gap bilan aytganda, qochib qol, O'zbekiston kelmoqda. Misr muxlislari o'sha bahona qilishga o'tishdi. Safimizda Marmush yo'qligi uchun mag'lubiyatga uchradik deb aytishmoqda. Lekin azizlar, aziz muxlislar, bizning safimizda Abduqodir Husanov bor. Marmush bilan bir komandada o'ynaydi. Qanday o'ynashini biladi Marmushni. Marmush bo'lganda ham O'zbekiston termamiz g'alaba qozongan bo'lar edi. O'zbekiston terma jamoamiz qolgan barcha termalarga vizib tashladi bu o'yini bilan. Fabio Cannavaroning birinchi rasmiy o'yini va ajoyib g'alabasi. Kapadze ketgandan keyin Fabio Cannavaroning birinchi rasmiy o'yini va ajoyib g'alaba Misr ustidan. Eron tayyor tur, O'zbekiston kelmoqda. Finalda ham shunday o'yin tarafdorimiz va O'zbekiston terma jamoamizdan faqat g'alaba kutib qolamiz azizlar. Bugun yoshlarimiz ham jahon chempionatida yurishini davom ettiradi Xorvatiya terma jamoasiga qarshi va bugun ham O'zbekistondan faqat g'alaba kutib qolamiz azizlar. Sizlar bilan shunchaki ko'rishguncha deb qolamiz azizlar.